Assalomu alaykum ahli gruppa. Mana matchnikorga ko'chatlarimizni anchasini ekdik. Hozir mana bittasini ekish jarayonini ko'rsatay deb. Mana shunday mana bu kalishlardagi tuvaklarda bular chiqarilgandan keyin mana holati. Buni ekib qo'ygan edim. Mana bunga yashikka video qilish uchun qayta chiqarib oldim. Ko'chatlarimiz holati juda yaxshi. Bu kokosviy substrak torf. Agroperlit bilan aralashma. Boshqa hech narsa qo'shganim yo'q. Buni matchnikorga ekilyapti. Buni kokosviy substrakka ekkanim asosiy sababi, men buni ishonch bilan ayta olaman. Bahorda ko'chat tayyorlaganimda, qulupnay ko'chat ularni agrobaltga ekkanman, tuvakchalarda, mayda tuvakchalarda agrobaltga ham ko'chat qilganman. Keyin asosan kokosviy substrakka qilganman. Agrobaltga nisbatan bunda ildiz tez yuradi. Ildiz otishi, ildiz juda tezlashib, ko'p ildiz bo'lishiga bu kokosviy substrak yaxshi, lekin ko'chat chiroyli, sifatli o'sishiga agrobalt yaxshi. Masalan, men shu narsani sinab ko'rgan tajribamdan o'tgani, agrobaltdan ko'ra kokosviy substrak ildizni kuchli yurgizadi. Ildiz juda tez ham, ko'p ham yuradi agrobaltga nisbatan. O'shaning uchun kokosviy substrakka ekilyapti. Hozir mana yashikka qo'ydim. Buni mana bu o'zini loyini tagiga 3-4 sm, 5 sm atrofida qo'yiladi. Keyin yonlari mana shunday to'ldiriladi. Mana shunaqa qilib to'ldirib chiqamiz. Mana shunday. Mana ko'chatimizni qo'yib, yopib oldik. Mana bu ustidagi sholi to'pam bu. Ko'chatni o'zida bor edi. Yana qayta o'ziga tashlab qo'ydim. Bunga keyingi ishimiz hozir ko'rsata olmayman. Videoda bo'lmay qoladi endi. Ikkinchi videoda qo'yamiz nasib bo'lsa. Mana bunday mayda bo'lib yotgan samon yoki da boshqa narsa, xas-xuslar, o'shanaqa namlikda ushlaydigan eng yaxshisi samonda. O'shanaqa narsalar tashlaymizdan nima qilamiz? Mo'lchalab qo'yamiz mana shunday. Keyingi ishimiz mana shundaysiga mana bu pastda tuproqdan yashik baravarida chuqurlik qilinadi. Mana shu yashik baravarida chuqurlik qaziladi, ariqcha qaziladi 4 burchak qilib. Mana bu yashik o'sha chuqur ariqchaga qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin ikkita yonboshi, girda atroflari tuproq bilan ko'miladi. Mana shu yergacha ko'miladi. Yashik to'liqda tuproqda ichida turadi. Lekin mana bu yerga tuproq tashlamaymiz. Mana shu mo'lchada qoladi. Buning sababi ko'chatni ko'mgan joyimiz, yashiklarni qo'ygan joyimizga plyonka qilamiz, maydagina parnikcha qilib issiqlik qilamiz-da. Adashmasam shu yanvargacha o'sha holatda bu malinani o'stiramiz. O'stirishning sababi ildizi uchun, ildiz kerak. Matchnikorga ekildi bu. Bu to'liqda yanvar-fevral oyi yanvargacha o'stirsam agar yanvardan uyquga ketkizamiz. O'rtacha 1 oylar sovuq yeb uxlagandan keyin fevral oylari buni olib ildizlarini ko'chat uchun yana bo'lamiz ildizini. Yoki boshqa xil usullarda ham ko'chat qilish yo'li ko'p. Masalan, mana bu nimani o'rniga, bu kokosviy briketni o'rniga boshqa narsa ishlatsak ham bo'ladi. Oddiy yerga ekib qo'ysak ham bo'lasdi buni. Lekin yerga eksak
uni olish qiyin bo'ladi. Keyin ildiz yerga o'tadi, ancha-muncha ildizlar nobud bo'lib, yana yerda qolib ketishi mumkin. Buni har bitta oddiy mana shu barikcha ildizi ham bizga kerak. Mana shu cho'pchalik ildiz ham o'shaning uchun o'shanaqa qilib ekildi. Yashikda shunday olinadi yerdan, torf yuvib tashlanadidan keyin ildiz yuvib tashlanib, torfdan tozalanib, keyin bo'linadi mayda mana bu tuvaklarga qayta ekiladi, ko'paytirib. Masalan, hozir shu yerda 10 dona qilindi. 10 donadan har bittasidan adashmasam, menimcha men o'ylagandek ildiz chiqarsa 30 tacha atrofida ko'chat chiqishi kerak bulardan, har bittasidan. Bugun 9-oktyabr. Bu sortimiz Violet sortlari. Shunaqa.